Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın başlığı Roshan Abbas, Uyghur Tadqiqat Merkezi'nin müdiri Abdülhakim İdris, Yaponiya Uyghur Cemiyeti İdare Heyet Azası, Dünya Uyghur Kurultayı'nın Yaponiyadaki vekili Saud Mehmet, Tayvan Parlamenti Kişilik Hukuk Komiteti'nin baş katibi, 1989 yılki Tiananmen O'quvchilar Hareketi'nin rehberi Örkeş Devlet Qatarlıqlardan terkip topgan bir heyet 14-15 fevral kunlari Yaponiyaning hükümet rehberleri, hakimiyet beşidiki ve öktüç partiyadan bo'lgan parlament a'zolari bilan uchrashib, Uyg'urlarning talablarini yozma ve og'zaki shaklda sungan. Hakimiyet beşidiki Erkin Demokratiya Partisi Siyasi Tekshirish Komitetining raisi Hagivoyda Koichi Efendi 5. ayda Yaponiyaning Hiroshima shahrida o'tkaziladigan sanoatlashgan 7 davlat guruhi yig'inida Uyg'ur masalasini o'tirg'a qo'ydiganligi to'g'risida va'da bergan. Türkiye'deki İğir yer tevreş afetinden keyin Türkiye'deki Şarkı Türkistan halkı ve teşkilatlar afetning birinchi kundan başlap hem afet rayonida xizmat qilmoqda, hem iqtisodiy yordam safarbarligini davomlashtirmoqda. Shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston xalqi va tashkilotlarga qo'ldan keladigan butun imkoniyatlar bilan afat kuchirganlarga yordam qo'lini sunmoqda. Qozog'istonda yashaydigan Uyg'urlar o'zlari to'plagan 2.800.000 turk lirasi ionisini 16 fevral Turkiya afat va jiddiy ahvol boshqarmasi doiralariga yetkazdi. Qirg'izistondagi Uyg'urlar $95.000, Madina bozoridagi Uyg'urlar $40.000 bo'lib, jami $135.000 iona qildi. Xitoy Sharq Turkistonni xitoylashtirish hamda Sharq Turkistonning boyligini Xitoyga to'shish plani bo'yicha Qumul shahar rayoniga 100 necha kilometr keladigan Yamansukan rayoni o'lka yo'li 245-liniyasining Qumuldan Donxuangacha bo'lgan tosh yo'l qurilishi to'rini umumyuzlik asliga keltirgan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan buyon izchil turda har xil vositalar bilan Sharq Turkistonni xitoylashtirishga urinib kelgan bo'libmi yaqinqi mezgillarda Xitoyga qarshilik ko'rsatadigan yoshlarni har xil tuhmatlar bilan jazo lageri va turmalarga qamadi. Xitoy ijtimoiy aloqa shirkati TikTok abonentlarning sonliq ma'lumotlarining bexatarligiga bo'lgan andisini pasaytish va shirkatga bo'lgan besimini yengiltish uchun Yevropada yana 2 sonliq ma'lumot markazi ochishni planlagan. Yig'ilinishicha, shirkat bu orqali hukumat va nazorat qilib boshqarish organlarining TikTokning abonentlarining shaxsiy sonliq ma'lumotlariga erishishiga, shundaqla Xitoy Kompartiyasining kontrolligiga uchraydiganligiga bo'lgan andisini pasaytmoqchi bo'lgan. Tayvan Mudofaa Ministerligi tunigun kechdan bugun atdigangacha Orol atrofida Xitoyga tava 24 harbiy aeroplan va 4 urush paraxotining ko'rilganligini xabar qildi. Yig'ilinishicha, Tayvan atrofida bayqalgan 24 harbiy aeroplan va 4 urush paraxoti elektronlik qo'zg'olash sistemasi, charlash aeroplani, paraxot va quruqliq boshqariladigan bomba sistemasi tarafidan nazorat qilingan. Xitoyning eng muhim mablag' silish banklarining biri bo'lgan Xitoy Huaxin shirkatining bosh ijroiya amaldori Baofan g'oyib bo'lgan. Baofanning yo'qolib ketishi Xitoyning pul muomala kasbiga yangi cheklama qo'ydi degan farazni kuchaytirdi. Baoning shirkati tunugun e'lon qilgan bayonotida bosh ijroiya amaldori Baofan bilan bo'lgan aloqasini yo'qotganligini aytdi. Mazkur shirkatning Hong Kongdagi pay cheki tunugun tushib ketgan.